Qorni bor erkaklar uchun bu narsa tegishli bo'ladi. Nimaga qorin chiqib ketadi deyshadi? O'z-o'zidan qorin chiqmaydi. O'z-o'zidan hech qachon hech nima bo'lmaydi, hech nima chiqmaydi ham. To'g'ri ovqatlanish, har doim aytganimdek, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri suv ichish, to'g'ri yo'lga qo'yilsa, hech qachon qorin chiqmaydi. Endi bunga misol qilib aytaman, men kech payt choyxonaga kirdim, soat 9 edi, vallahi ham 9 edi. 9 ga kirganimda har bir xonada odam erkaklar o'tirishibdi, aslida kuchli ovqatlar. Kuchli ovqat deganda qozon kabob, kimdir osh, qazilari ham bor ustida. Buni iste'mol qilishyapti, lekin ketidan yana ketma-ket eng yomoni Sprite, Fanta, Pepsi, muzdek mahsulot ichishyapti. Orada choy ichayotganlar ham bor. Lekin o'zi ovqat yegandan keyin hech bo'lmasa 20 minut pauzada suyuqlik ichish mumkin emas. Shundagina sizni yegan taomingiz ham sizni organizmingizda so'riladi, shiralar ichakka to'g'ri boradi. Siz muzdek narsa yeysiz, u sizga juda qattiq ta'sir ko'rsatib, sizni o'tqopingiz zaif bo'lishiga olib keladi. Keyin sizda ortiqcha xolesterin o'z-o'zidan paydo bo'la boshlaydi.